Ehtiyot bo'ling, bu videodan keyin o'zingizni kiyim sotib olishdan to'xtata olmay qolishingiz aniq. Siz ham shunaqangi zo'r brend kiyimlarni olishni xohlaysiz, lekin narxlarning qimmatliligini ko'rib, sotib olish fikringizdan darrov qaytasiz. Bunaqada sizda zo'r imkoniyat bor. Siz ham xohlagan turingizdagi tovarlarni arzonga buyurtma qilib, o'zingiz uchun ishlatishingiz yoki biznes boshlab, oyiga 2000-3000 dollar daromad qilishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Unaqada videoni oxirigacha ko'ring. Madina chet eldan zakaz olish va uni biznesga aylantirish bo'yicha 2 yillik tajribaga ega ekspertman. Shu kungacha mingdan ortiq o'quvchilarimni o'z kursimda o'qitib, natijaga olib chiqdim. Agarda siz ham o'quvchilarimga o'xshab, uyda o'tirgan holda biznes boshlab, oyiga kamida 1000 dollar daromad qilishni yoki o'zingiz uchun zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu kurs aynan siz uchun. Batafsil ma'lumot olish uchun izohlarda plus belgisini qoldirsangiz, direktingizdan ma'lumot yuborib qo'yaman. Ehtiyot bo'ling, bu videodan keyin o'zingizni kiyim sotib olishdan to'xtata olmay qolishingiz aniq. Siz ham shunaqangi zo'r brend kiyimlarni olishni xohlaysiz, lekin narxlarning qimmatliligini ko'rib, sotib olish fikringizdan darrov qaytasiz. Bunaqada sizda zo'r imkoniyat bor. Siz ham xohlagan turingizdagi tovarlarni arzonga buyurtma qilib, o'zingiz uchun ishlatishingiz yoki biznes boshlab, oyiga 2000-3000 dollar daromad qilishingiz mumkin. Qanday qilib deysizmi? Unaqada videoni oxirigacha ko'ring. Madina chet eldan zakaz olish va uni biznesga aylantirish bo'yicha 2 yillik tajribaga ega ekspertman. Shu kungacha mingdan ortiq o'quvchilarimni o'z kursimda o'qitib, natijaga olib chiqdim. Agarda siz ham o'quvchilarimga o'xshab, uyda o'tirgan holda biznes boshlab, oyiga kamida 1000 dollar daromad qilishni yoki o'zingiz uchun zakaz qilishni o'rganmoqchi bo'lsangiz, bu kurs aynan siz uchun. Batafsil ma'lumot olish uchun izohlarda plus belgisini qoldirsangiz, direktingizdan ma'lumot yuborib qo'yaman.